Assalomu alaykum bolajonlar. Sizlar bilan biz yana mantiqli o'yinlar o'ynaymiz. Demak, g'olib bo'lganlar mana bu magnet o'yinchoqlardan yoki mevalardan birini nima qiladi, qo'lga kiritadi. Demak, o'yinning sharti shundayki, mana bu 6 tani shunday qo'yib chiqishlaring kerakki, hech qaysi to'g'ri chiziq bo'lib qolmasin. Tushunarlimi? Mana bunday holatda bo'lib qolmasin yoki mana bunday holatda bo'lib qolmasin. To'g'ri chiziq bo'lib qolmasin. Tushunarlimi? Ha, 3 ta to'g'ri chiziqda bo'lib qolmasin. Shunday qo'yib chiqinglar. Boshladik. 6 talasini hammasini ham qo'yishimiz kerak. Farqi yo'q. Kalamizni ishlatamiz. Bo'ladi, kalang shunday ishlasang bo'ladi. Yo'q qo'yib bermaydi. Nima Vo, молодец mana. Muslima yutdi. Buni hech qaysi nima qilmadi, to'g'ri chiziqqa tushib qolmadi. Barakalla. Qanday yetding? Qanday eshding? Qani nimani olasan endi? Magnetdan bittasini. Barakalla. Bolajonlar bilan xayrlashamiz.